Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqaca Roza Washington'da sözdeyimiz. Bugün Çizlağı 2021 yıl 5. ayının 11. günü. Ata Xuda xalisa vaziyet desek, vaziyet şundaq ki, ata Xuda xalisa 5. ayının 12. günü Amerika başçılığındaki G'arb dünyası Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyg'uriston meselesini qarab chiqdi, muhokamaga qo'ydi. Bu yig'inga dunyodagi cho'ng kishilik huquq tashkilotlari, Amnesty International, Human Rights Watch, ya'ni xalqaro kuzatuvchi tashkiloti qatorliq tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar qatnashdi. Muhokama odamlari, professorlar ve şundaqla tədqiqatçılar, qanunçular qatnashdi. Hürmetli vatandaş, ata sizlarga muborak hayitlarni tabriklaymiz. Muborak Ramazan yoki muborak Ro'za hayit kunlarida dunyoning Uyg'urlarga ko'ngil bo'layotganligini tabriklaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi G'arb dunyosining Uyg'urlarning kishilik huquqiga va Uyg'urlarning taqdiriga va kelgusiga, hozirgi holatiga ko'ngil bo'layotganligini tabriklaymiz. Şu münasebet bilan yaqindan beri mushu yig'inning oldida tayyorlik qilgandak yoki hujum qilishga tayyorlik qilgandak Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti hukumati Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying arqa-arqadan bayonot e'lon qilgandek bo'ldi. Masalan, Amerikani ayblamoqchi bo'ldi. Afg'onistonda nima qilding, Iroqda nima qilding? O'zingning kishilik huquqiga nazar avdirib bizda qo'yib et, bizda tashlab et, bizga esilma dedi. Shundoq bu dunyo. Hua Chunying xonim, siz Amerikani kuzatasiz, Amerikani nazorat qilasiz. Amerika sizni kuzatadi, sizni nazorat qiladi. Qo'shnilar bilan chegara ayirib turgan davlatlar bir-biriga tutash ketgan dunyo bu. Bir-biriga ko'ngil bo'ladigan dunyo bu. Bir-birining ahvoli ahvolini so'raydigan dunyo bu. Chunki bu dunyo insonlardan tashkil topgan insoniyat dunyosidir. Hua Chunying xonim, siz tanıvatsız, yalgan sözləvatsız, yoşurmaqçı bulavatsız. Uyg'uristondagi bastırış, Uyg'uristonda soykırım, Uyg'uristonda etnik yo'qotish, irq tozalash, irq yo'qotish siyosatlaringizdan dajimoqchi, yenib olmoqchi yoki yo'qotmoqchi, inkor qilmoqchi, kishilarning ko'zidan yoshirmoqchi bo'lavatsız. Hua Chunying xonim, sizin işiniz şu. Hazır alpazınızdan qaraganda siz xuddi dapqa tushgan mayaqdek sakrashga başladınız. Hua Chunying xonim, bayonotchi Hua Chunying xonim, siz yana shundoq dedingiz ki Amerika hozir G'arb dunyosini bir qancha davlatlarni harakatga keltirib, Uyg'uristonda yana atalmış Şinjan'da hareket qo'zg'ab, bu yerda bir davol qo'sh paydo qilmoqchi, bir og'dirish elib bormoqchi dedingiz. Hua Chunying xonim, shundaqmi deyli? Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosi kishilik huquqi ko'ngil bo'lganda Uyg'urlar uyg'onishga huquqliq, Uyg'urlar jonlanishga huquqliq, Uyg'urlar xo'sh bo'lishga huquqliq. Chunki Uyg'urlar hozir Nazarbandxonada, turmalarda ro'jakdan qarab dunyoning bir partisi ko'rib turayotgan, lekin dunyodan butunlay xabarsiz, dunyoni bilmayotgan, o'zining taqdiri va o'zining kimligini bilmayotgan bir millat sifatida yashayotgan millatdir. Onun bilish huquqi va Amerika Qo'shma Shtatlarining qilayotganlari bilish huquqi doirasida Uyg'urlar bilib olsin, dunyoning ularga ko'ngil bo'layotganligini bilib olsin degan maqsadda ata 5. ayning 12. kuni yig'in chaqirdi Birleşken Devletler Teşkilatı'da. Şuna bugün men Uyg'ur vatandaşlarım, sizlarni Ramazan Ro'za hayitinglar bilan tabriklayman. Ham ata Ro'za hayit kunida o'xshashli bir kunda Birleşken Devletler Teşkilatı'da Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi G'arb dunyosining Uyg'uriston masalasi to'g'risida ochadigan yig'inini qo'llayman.
muhokemesini qo'llayman va ijobiy natija hal qilg'uch qadam bilan hal qilg'uch g'alabaga erishishini Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosining shunday g'alabaga erishishini umid qilaman, qo'llayman va madihlayman. Bir Uyg'ur sifatida Uyg'ur uchun madihlayman. Eytanlarga muborak bo'lsin. 5-ayning 12 kuni dağdığılık gün, dəbdəbəlik gün, g'albalik gün, belki qadam, hal qilg'uch qadam, belki en oxirgi qadam. Tunugullardan sözüldük sizlarga leksiya nima dedi istiqboldan. Xi Jinping Cumhur Kompartiyasining en oxirgi podshosi. Dünya shundaq. Ayni chaqda Fuyimi Manjuriyaning en oxirgi podshosi bo'lgan edi. Kim biladi? Dünya shundaq. Hayotlik shundaq. Hayotlikda hodisalar va hodisalarning taqdir Alloh tarafidan belgilanishi ham shundaq. Buning chidanglar Cumhur Kompartiyasi, chidanglar Cumhurning tashqi ishlar ministrligi va bayonotchi Hua Chunying xonim.